Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqaça məzmununu tanıştırıb ötürüz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur rəisi Doktor Mehmet Binali əfəndi Xitay Uyğur qırğınçılığını qanunlaşdırış üçün Şam İslam dövlətiga muhtaç boludu. Şam İslam dövləti O'rta Şərq və onun sirtidagi terrorluq iqtidarını kuchaytirishda Xitayga muhtaç boludu dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor əfəndi Xitay yürgüzüyotgan irqiy qırğınçılıqның mənbəsi Xitayning bizning tuproqlarimizga bo'lgan ochko'zligidan iborat dedi. Amerika prezidenti Jo Bayden Amerikaning Tayvanning mustaqilligini qo'llamaydiganligini aytdi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor əfəndi Sharq Turkiston milliy armiyasi barliq keldigan kunga oz qoldi dedi. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Yer şəhəri Tori 8 yanvar günü İslam dövlətlərinin Cənubi Asiyadakı şöbələri Xitayğa qarşı fəaliyyətə başlamçılıq qılıdı sərləvlik bir maqala elan qılğan olub, maqalada Xitayning 2014 yildan buyanqı atalmış Şinjandakı siyasəti və xalqaradakı artqan nüfuzu, bulubmu musulmon dunyosidagi artqan oyoq izi musulmon davlatlarının g'azabini qo'zg'adi. İslam dövlətlərinin Xitayğa qarşı təşviqat mərkəzi avval İraq və Şamga joylashgan bo'lib, keyin 2019 yili xalifalikning amaldan qoldirilishi bilan Janubiy Osiyo sho'balari İslam dövləti Xurasan və Şam Hindi İslam dövləti, İraq Şam İslam dövləti Pakistonga yo'tkalgandan keyin tizginlangan. Xalifalik e'lon qilingandan keyin 2014 yili 6 oyda bu guruhning Al-Furqon axborot fondi jamiyati xalifa Abu Bakr al-Bag'dodiyning Xitay atalmış Şinjandagi musulmonlarni haddidan ziyoda qiynab haqoratladi. Ularning asosiy huquqiga daxli ta'ruz qildi deb Xitoyni ayblagan nutqini tarqatdi. 2009 yili Sham İslam dövletining Salafi Iroq İslam dövleti Uyg'ur musulmonlari bilan hamkorlashishni maqsad qilgan shahid bo'lishning afzalligini tushuntirib, Beijingga ochiq-oshkora tahdid solgan 39 minutlik sinni e'lon qilib, Xitoyga hujum qilishga chaqirdi. Şam İslam dövletining bazı tashkilotidan rasmiy ayrilishi va 2014 yili xalifalik qurilmoqcha tashkilotning Xitoyga haqiqiy ahamiyat berishga boshlashi mumkin emas edi. İslam davlatlari o'zlarining jurnallarida bu masalani o'ttirg'a qo'ydi. Hatto Iroq Sham İslam davlati Uyg'ur jangchilari qatnashgan tafsiliy mazmunlarni e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyliklariga diqqatini markazlashtirdi. Bularning ichida 2014 yili oktyabrda bir Xitoy jangchisi o'zini qo'shib portlatish harakati olib berishdan burun madiylar o'qigan bir sinmi bor edi. 2015 yili 7 oyda Al-Hayat axborot markazi e'lon qilgan va atalmış Şinjandan bir mo'ysifat Uyg'ur diniy zotining qo'llag'uchilarini hijrat qilishga chaqiriq qilgan va Xitoy kofirlarini o'ldirishga tavsiya qilgan sinini ham bahirladi. Bir necha haftadan keyin Xitoycha o'yg'inib Xitoyga qarshi urush uchun Qur'onni qo'lga olishga chaqirgan sinlar tarqatildi. 2016 yili Islom davlatining xakerlari Tsinghua universitetini qo'lga tushirdi va jihodga ilhom beradigan rasm va ovozli uchurni yukladi. 2017 yili 2 oyda Islom davlatining Furat taratqullari Uyg'ur qurolliqlarining Xitoyga tahdid solganligi va xalifalik askarlarining daryoga o'xshash qon to'kib izilganlarning qisosini oladiganligini mazmun qilgan sinni ham bahirladi. 2019 yili Islom davlatlarining xalifaligi yo'qotilgandan keyin Xitoy bir oz diqqatga sazovor bo'ldi. Ammo shu yili bu guruhning haftalik El-Naba gazetida Beijingning ortgan nufuzi, musulmonlar dunyosidagi xoin harakatlari, bo'libmi bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali kun sayin kuchayotgan ta'siri haqida bosh maqola e'lon qilindi. Iroq Sham İslam dövləti Beijingning mablag' selish usulidan foydalanib, zolim hukumatlar bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirayotganligini aytdi. Maqolada musulmonlarning Xitoy bilan uzun muddatlik to'qinishga tayyorlik qilib, Xitoy mushriklariga qarshi hamma joyda urush qilish kerakligi o'ttirg'a qo'yildi. 2021 yili e'lon qilingan El-Naba maqolasida Xitoy shirkatlari Mozambikning o'xshamagan tabiiy boylik zapasida o'ziga o'rin tepishni orzu qilganligi ilgari surildi. 2020 yili 8 oyda Iroq Sham İslam davlati tashkilotiga chetishliq qo'zg'olonchilar Xitoy igdorchiligidagi yog'och zavodini nishonlaganligini bildirdi. Iroq Sham İslam davlati Tajisman virusining tarqalishini tabrikladi. Quraysh taratqullarini qo'llagan Iroq Sham İslam davlati Muşu noktadan başlap Xitoyga qarshi tashviqotning tortish kuchi markazi asta-asta tez va oxirida butunlay degidek Janubiy va O'rta Osiyodagi islom davlati sho'basiga yo'tkaldi dedi.
Janubiy va O'rta Osiyo Iroq Sham islom davlatining Xitoyga qarshi tashviqot markaziga aylandi. İslam davlatlarining Xuroson va Hindiston, Pokiston davlatlaridagi qismi 2021-yili Xitoyga qarshi so'zlarni kuchaytirdi. İslam davlati 2017-yili mayda Pokistonning g'arbiy janubidagi Balojiston o'lkasida ikki Xitoyni tutqun qilish va o'ldirish orqali tahdid qildi. 2021-yili yozda Talibanlar Afg'onistonni ishg'ol qilgandala, Andan bu rayondagi Sham islom davlati axborot vositalari to'xtamay va keskin holda Xitoyga markazlashdi. Bu o'zgarishning maqsadi ham rayondagi Xitoyga qarshi ham Uyg'urni qo'llaydigan qurolli kuchga aylanish hamda Taliban Xitoy do'stlik munosabati to'g'risidagi tanqidiy bayonlarga asos hozirlash. Bu xil faoliyatlarning ig'irlik markazi hal qilg'uch holda sharqqa qarab Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va O'rta Osiyoga yo'tkaldi. 2020-yili 7-oyda İslam davlati Hindiston viloyati qarmog'idagi Hindiston ovozi to'r bosma jurnali Xitoyning atalmish Shinjongdagi siyosatiga oid tafsiliy bir bo'lakni qo'shib, Uyg'urlarga islom davlatining ularni unutib qolmaydiganligiga va'da berib, Xitoyning xatoliqidan o'ch oladiganligini bildirdi. 2021-yili 9-oydagi son murtad Talibanlarni Xitoyning o'tkini yalayotidi deb aybladi. Sham islom davlati Markaziy Al-Naba gazetida Talibanning Qatardagi hashamatlik mehmonxonalarda yotganligi va Xitoy, Rossiya va Iran diplomatlari bilan ko'rishganligini aybladi. Uning ustiga bu tashviqot turi hatto Talibanlarni Beyjingning aktiv vakolatchisi deb aybladi. İslam davlati Xurosonning markaziy axborot apparatlari 2022-yilning 5-ida ingliz tilidagi kitobida Talibanlarning Xitoyga tutgan yumshoq pozitsiyasini tanqid qildi. Buning ichida Kabulning Beyjingning yordamini qabul qilganligini gavdalantirish va Pokiston hukumatiga Xitoy Xalq Jumhuriyatining quli deb marka esish qatorliq yangi hikoyalar bayon qilindi. Bu gruppa o'tgan yili 9-oyda Xitoyning jahongirlik orzusi mavzuliq maqolasida Xitoyni eng tafsiliy tanqid qilib, Beyjingning dunyoni bo'ysundirish maqsadi va Amerikaga jang e'lon qilib, texmi kuchayganligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoyning xalifalik askarlarining o'tkir pichoqlaridan o'zini qo'g'day olmaydiganligi faraz qilindi. 11-oyning oxiri va 2023-yili 12-oyning boshlarida Islom davlati Xuroson Al-Azoim axborot ishlab chiqarish fondi orqali 39 betlik kitobcha va sin buyumlarini nashr qilib, Uyg'ur masalasini nisbatan mukammal gavdalantirdi. İslam davlati Xuroson Rocket, Chat va Archive.org qatorliq to'r bekatlarini ishlatib, tashviqot materiallarini e'lon qiladi. Bu splarning boshqaruvchilari hukumat, tashkilot va mutaxassislar bilan yaqindan hamkorlashib, bu mazmunlarni yuklayotgan kanal va hisobotlarni aniqlab chiqish kerak deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi Mamtimin Ala Apandi buningga ijtimoiy axborot supsi X'da inkos qaytirib, Iroq Sham islom davlatining bu tür ig'vogarchilik va kontrol qilish vaqtini o'zgartib turishi Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga qaytadan marka esish, o'zini qayta kun tartibga elib kelib aloqador qilishga urinishdan iborat bo'lib, diqqat qilishga arziydi. Har ikkilisining manfaati aldamchilik pardasi ostida kesishidi. Xitoy Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qonunlashtirish uchun Sham islom davlatiga muhtoj bo'ladi. Sham islom davlati O'rta Sharq va uning sirtidagi terrorlik iqtidorini kuchaytirishda Xitoyga muhtoj bo'ladi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimi buningga inkos qaytirib, islom davlati Xurosonning yaqinqi Xitoyga qarshi tashviqoti faqat Xitoyga foydali. Xitoy ishg'oliyatidagi Sharq Turkistonda davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oqlash uchun terrorlik tahdidi to'qishga aloqador umidsiz bir urinish. Xitoy ishg'oliyatidagi Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni oqlash uchun terrorlik tahdidi to'qishga aloqador umidsiz bir urinish. Fuqarolarga qaratilgan terrorlik hujumlari bizning da'voyimizga bevosita haqorat. Bu bevosita Xitoyning qo'lida elib berilib, Xitoyning manfaatiga xizmat qiladi. Biz cho'qim bu kontrollarga qarata sagak bo'lishimiz kerak dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi 14-yanvar kuni ijtimoiy axborot supsi X'da Xitoy ishg'olchi kuchlarini aziz vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, yo'qotib qo'ygan mustaqilligimizni yangidan asliga keltirish irodasi, qat'iy qarori bilan Sharq Turkiston milliy armiyasining yangidan borliqqa keladigan kuniga oz qoldi. Bizning nishonimiz aniq, qarorimiz qat'iy. Ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat dedi. Va yana 15-yanvar kuni ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarning hatto o'lgan vaqtida ruhlariga huzur yo'q.
davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikning bir parchasi bo'lish sifati bilan Xitoy, Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarning mozorliq yerlarini qo'lga tushirish, jasadlarini ko'ydirish maqsadida Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga jasadlarining qoldiqlarini ko'latib chiqarg'izib, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyotidi. Uning insoniyatga qarshi elib borgan rayimsiz jinoyati Xitoyning atalmish Şinjan'da davomlashayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatining haqiqiy mohiyatini oshkorladi. Faqat xalqimizga qarshi emas, balki tariximizga, vafot bo'lgan oilalarimizning, ota-bobolarimizning yotgan yerlariga qarshi izchil harakat elib bormoqda. Bular irqiy qirg'inchilikning manbasining bizning tuproqlarimizga bo'lgan ochko'zligidan ekanligini, bugunimiz bilan birlikda o'tmishimizni qo'shib yo'qotayotganligini intayin aniq ko'rsatib berdi dedi. Tayvanda prezident saylami oxirlashdi va Tayvanning mustaqilligida chang turadigan Demokratik taraqqiyot partiyasi g'alaba qozondi. Dünya rəhbərləri Tayvanның saylam qələbəsini təbrikləyotqanda Amerika prezidenti Joe Biden Amerikanın Tayvanның müstəqilligini qollamaydiganligini aytgan. Fox xəbərlərinin 14 yanvar günüdəki xəbərə qaraganda Tayvan Demokratik Taraqqiyot Partiyasının kandidati William Lay'ның rəqibi Kuomintang partiyası üstüdən qələbə qazanğanlığı haqida muxbirlar şənbə günü Amerika prezidenti Joe Bidenның qandaq qaraydiganligini sorğanda Biden biz Tayvanның müstəqilligini qollamaymiz degan. Demokratik Taraqqiyot Partiyasining saylamda g'alaba qozonishi Xitoyning xiristlarini ostin-ustin qilib o'tgan. Hindi Tinch okean tarmoq komitetining raisi Yong Kim, Arkelif, Kaliforniya shtatining a'zosi Ami Bera, shundaqla Tashqi ishlar komitetining raisi Mike McCall, Gregory Meeks qatorliq avom palata a'zolari Layning g'alabasini tabriklagan va Tayvanni yana bir obida deb maqtagan. Mustaqillik gazetining xabariga qaraganda, Angliya tashqi ishlar ministri David Cameron Layni qizg'in tabriklaydiganligini bildirib, Xitoy va Tayvanni ijobiy suhbat orqali ixtilofni tinch yo'l bilan hal qilishga tirishchilik ko'rsatishga chaqirgan. Yaponiya biz Tayvanni cho'rdigan masalaning dialog orqali tinch hal qilinishini, bu orqali rayonning tinchligi va muqimligiga tuhfa qo'shishni umid qilamiz degan. Yevropa Birligi 13 yanvar Tayvanda o'tkazilgan saylamni qarshi oladi va bu demokratik saylamga qatnashgan barliq saylovchilarni tabriklaydi degan. Layning g'alabasini tilga olmagan yoki uni bevosita tabriklamagan. Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligi rayon va yer shari bexatarligi va gullanishining ochqichi deb ko'rsatgan. Vatan haqida musallas. Abduri G'ulom Osmon Yag'ma. Mehri illiq anadektur bu azim tuproq manga. Qimmati mehri giyohdek har giyoh yaproq manga. Bir ömür farzim vatanda nazmlar yozmoq manga. Sende ko'z ochdim shunga xos sangala qimmat hayot. Raziman ming rat tug'ilsam sen uchun bo'lsam mamot. Dildeki arman sening sha'ningga shan quchmoq manga. Ana yurt bo'lsa aman bo'lmas chiroying musaman. Jon tasadduq ayligayman tishliqiga men hamon. Dilda sen bo'lg'ach oson tirnoqda qazmoq manga. Sen uchun oyni uzay go'harni okeandin suzay. Zarri manfaating uchun mayli jahonni minkizay. İftixorim el uchun o'tqa o'zim atmoq manga. Qarzdur inson uchun har dam vatan deb yashamoq. Ne nomus yov oldida qul bo'p ko'zini yashlamoq. Seni deb qon kechmasam loyiq shu chog' do'zax manga. Men agar o'lsam vatan chimdim to'ponga aylanib. Kuch berarman maysalar chiqqisi jismimdan unib. Cho'ng baxit o'lgandimu bag'ring quchib yotmoq manga. Zulfiqor berdi sana ana vatan shundoq qasam. Tashlag'ay ajdodlarining izidan dadil qadam. Elni so'ymay yashagandan o'lgunim xo'proq manga. 1980 yanvar Atush. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.